Assalomu alaykum. Men Odiljon Ermatov. Hozirgi kunda men O'zbek davlat sirkida ekvilibrist bo'lib ishlayman. O'zim tanlaganim shu edi. Bolaligimdan yo aktyor yo qo'shiqchi bo'laman. U yerda joylar to'lib qolgani uchun, majbur bo'lganim uchun sirk bo'limiga tushib qolganman-da. Ustozlarim shunaqa deyishgan. Birinchi borganimda menda egiluvchanlik o'sha aytibman-ku, onamlar men bilan shug'ullangani uchun egiluvchanligim bo'lgan. Ekvilibr o'shaning uchun ham endi meni janrim. Nat rassach bu rassachga bog'liq. Qolganlari rassachga shart emas. Endi ekvilibr sohasi bilan emas, men boshqa janr bilan ham ishlaganman-da, jigitovka. Otda har xil truklar qilish bo'yicha o'sha Xitoyga ko'p gastrolga borganman. Hozircha to'xtatib qo'ydim. Chetga chiqib ishlashimga qarshilik bildirishdi. Endi men oilada bitta o'g'ilman-da. Endi opacham turishga chiqib ketib qolgan, o'shaning uchun uyda baribir bitta o'g'il bo'lganim uchun ham endi biz yoshimiz ham yosh bola emasmiz. Endi adamlar, tog'alarim, qarindoshlar ko'pchilik qarshilik qilib, bo'sha nima qilasan, bu ertaga oilali bo'lsang, oilangni boqa olmaysan degan gaplar ko'p qilishgan. Uylanganman, ajrashganman. Endi farzand nobud bo'lishi sabab bo'ldi. O'shanga bo'lib stressda bo'ldik, o'zaro ikkita oilani kelishmovchiligi boshlandi. O'shandan keyin ajrashuvga yetib keldik. Boshida qiyinchilik bo'ldi, qanaqadir bir tushkunlikka tushib qoldim. Stressda bo'ldi odam. Yo, mana hozir ko'z tegmasin yaxshi. Baxt bilaman, ota-onam yonimda. Hammani hozir bu yerda maqsadi shu, yutish. Bu yoqqa kelgan, yutishga kelgan. Yaxshi ishlaydigan odam sahnada ko'rinadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, Odiljon Ermatov. Necha yoshsiz? 34. Bugun bizga sahnada nima ko'rsatasiz? Sirkovoy tryuk, balans. Aha. Qaltiryapti, oyoqlaridan sezasizlarmi? Oyog'imda qibillatyapti. Qo'rqyapti. Qachon sahnaga chiqmasang, обязательно hayajon bo'ladi. Bor hayajon. Xo'sh, tayyormisiz? Tayyorman? Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. Wow. There's a ghost on the horizon when I go to bed. Turgan joyida shpakat ochyapti. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. Oyoqda? There's a man on the horizon. Wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God saying I don't want to go to the seas watershed. Hope there's someone who'll take care of
will I go? Don't let someone set my heart free. Nothing's to hold when I'm tired. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. Rahmat. Bilmadim. Nima deysizlar, o'rtoqlar? Uncha yoqqani yo'q boshida, keyin haligan bitta qo'llar bilan ketdiz-u, Bobur akamniki yomon asabiylashtirdi o'sha yerda. Bobur aka, Sizdan ko'proq hayajonlandim, deymi? 2 marta. Menga yetmagan narsa bu emotsionalniy составляющая во время танца. Siz beryapsiz-da, keyin tugatib qo'yasiz. Keyin raqsga tushganda yana emotsionalniy bor, mana bu narsalarda уже yo'q. Tashlab ketyapsiz-da. Buni hech qilsa yo'q, menimcha bu ishlanadigan narsa. Ochig'ini aytsam, menga yoqdi. Yigitimizning harakatlari juda ham aniq, juda ham chiroyli. Men bu yigitimizga ha deyman. Bobur aka, ovoz beramiz unda, marhamat. Ну, bu juda qiyin janr. Men 100% ha. Rahmat. Siz nima deysiz? Komandaga qo'shilaman va bugun sizda 3 ta ha va siz keyingi bosqichdasiz. Tabriklar. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Rahmat.